Bu dabdala jahon chempionati. Dabdala. Aytayotganim FIFA haqida. Ular bu yerdagi hamma muammoni hal qilishlari kerak. Lekin baxtga qarshi ular buni qilisha olmagan. Boshidan beri shunday. Infantino birinchi o'yinimizdan keyin jamoamiz oldiga keldi va aytdi: "Bu shunchaki boshlanishi. Lekin guruh bosqichi ertaga tugaydi. Lekin bizning logistika xodimlarimiz hali ham bu yerda emas. Ularda viza yo'q. Bu qanday bo'lishi mumkin? Biz doim Tixuanadagi bazamizdan sayohat qilishimiz kerak. Biz Meksika xalqini yaxshi ko'ramiz, Tixuanani ham. Ular juda ham yaxshi, kamtar insonlar. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Lekin professional futbolchi sifatida bu professional turnirda o'ylab ko'ring, bu adolatdan emas, bu to'g'ri emas. Ha, bu bizning fikrimiz. Chunki biz hozir yana Tixuanadagi bazamizga qaytib borishimiz kerak. Hech qanday tiklanishlarsiz, hech nimasiz. Bu adolatdan emas. Bizning fikrimizcha bu adolatdan emas. Agar bu FIFA uchun to'g'ri bo'lsa, mayli, ular uchun to'g'ri bo'la qolsin. Agar ular bizning chiqib ketishimizni xohlayotgan bo'lsa, mayli chiqib ketamiz. Chiqib ketamiz. Lekin aytganimdek bu adolatdan emas. Bu aytgan muammolarimni biz uchun kim hal qilish kerak? Kim? FIFAmi? Men bilmayman, AQShmi? Bilmayman. Men uchun hech bo'lmasa bir nomni ayting. O'ylashimcha men haqman. Kichkina detal bo'lsa ham o'yinga ta'sir qiladi. Qayta tiklanib olish biz uchun juda ham muhim.